Bugun bizada Munisirizay va konsert qo'yaptilar. Sal pasaytirib turamiz. Bugun bolamizda chap tomonlama gemopariz yengil darajasi. Ya'ni bolaga biz qanaqa ishlayapmiz? Massaj, yo'lpaga gimnastika. Shularni o'zi yetib ortadi. Massajda общий massaj stimulyatsiya olinadi. Chunki bolada e'tibor berayotgan bo'lsanglar, muskullari bo'sh, mana ko'rasizlar, oyoqlarning ochilishini. Og'riq bergani yo'q mana, muskullar bo'shligini hisobiga. Qizdiruvchi massajda mumkin emas. Aslida bunga vibratsiya massaj, stimulyatsiya. Hamma upori chap tomonga beramiz. Ya'ni nimaga? Agar biz bu bilan bir xil ishlaydigan bo'lsak, ertaga bola o'sgandan keyin, katta bo'lgandan keyin baribir imini chap tomoni yaxshi o'smay qoladi. Hamma tomonlar mukammal bo'lishi uchun biz общий ishlaymiz. Shunda ham imini chap tomonga ko'proq ishlaymiz. Kровообращениeni yaxshilaymiz, qon aylanishini, qonni hammasini chap tomonga haydaymiz. Bolamiz hali yurmagan, Xudo xolasa yurg'izishga harakat qilyapmiz. Hozircha sizlarga ozgina tushuncha bo'lishi uchun video oldim. Endi Munisirizayni boshlayman.